Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yurtdoshlar. Bugun men sizga juda muhim va shoshilinch masala haqida gapirib bermoqchiman. Bu xabar faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga, pensiyaning ota-onasining hujjatlarini yuritayotgan farzandlarga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya to'lovi, qayta hisoblash, bank kartaga tushish va hujjatlarni tekshirish bo'yicha kichik bir xato ham odamning oylik daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nimalar o'zgaryapti? Kimlar albatta tekshirish kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Va eng muhimi, aldanib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarga foyda beradi. Men birinchi navbatda eng ko'p uchraydigan muammoni aytaman. Ko'plab pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin endi hammasi hal bo'ldi. Har oy pulim tushsa bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya miqdori bir marta tayinlanib, umrbod o'zgarmaydigan narsa emas. Pensiya qonunchilikdagi o'zgarishlar ish staji bo'yicha aniqlangan yangi ma'lumotlar. Ish haqi arxiv hujjatlari, ustamalar, nafaqa turlari, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik holati, yolg'iz yashash holati, bank rekvizitlari va boshqa omillar sabab qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Avvallari ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilar edi. Pensioner yoki uning farzandi idora yurib, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi arxivdan tasdiqlovchi hujjat, pasport nusxasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlarni olib borardi. Ba'zan bitta hujjat yo'qolsa, inson bir necha oy davomida o'z haqini isbotlashga majbur bo'lardi. Ayrimlar eski korxona yopilgan, arxiv boshqa tumanga o'tgan, ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan deb qiynalardi. Hozir esa jarayonlarning katta qismi elektronlashib boryapti. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Pasport ma'lumotlari, STIR, JSSHIR, bank kartasi, yashash manzili, ayrim ish staji ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni shuki, ko'p holatda pensioner ortiqcha yugurmaydi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar bazada xato bo'lsa, eski ma'lumot noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, bank rekviziti yangilanmagan bo'lsa yoki insonning familiyasi, tug'ilgan sanasi, ish joyi nomida farq chiqsa, pensiya to'lovi kechikishi yoki miqdor noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Shuning uchun men bugun sizga shuni alohida ta'kidlayman. Hozirgi davrda pensiya oluvchi odam o'z ma'lumotlarini va pensiya hisobini vaqti bilan tekshirtirishi kerak. Bu qo'rqitish emas, bu oddiy ehtiyot chorasi. Chunki bir kunda hal bo'ladigan masalani vaqtida bilmasangiz, keyin bir necha oy o'rtadan yurishingiz mumkin. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin. Eng avvalo, kimlar albatta e'tibor berishi kerakligini aytaman. Birinchi guruh, yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Masalan, bir kishi 2024 yoki 2025 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsa, uning ish staji va ish haqi hisob-kitobi to'g'ri olinganmi? Tekshirtirgani yaxshi. Chunki pensiya tayinlashda faqat necha yil ishlagan degan savol emas. Qaysi davrlardagi ish haqi hisobga olingan, qaysi davr stajga qo'shilgan, qaysi davr tasdiqlanmagan degan masalalar ham muhim. Masalan, Abdullo aka 61 yoshda pensiyaga chiqdi. Uning mehnat daftarchasida 34 yil ish staji bor deb o'ylagan. Lekin tekshiruvda 2 yil 8 oy bir korxonadagi yozuvda muhr noaniq bo'lgani sabab vaqtincha hisobga olinmagan. Natijada pensiya miqdori kutilganidan kamroq chiqqan. Agar u indamay yuraversa, har oy masalan 1 ming yoki 200 ming so'm kam olishi mumkin. Bir yilga hisoblasak, bu 1 million 800 ming yoki 2 million 400 ming so'm degani. Agar arxivdan tasdiqlovchi hujjat olib kelsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Mana shu kichik ko'ringan hujjat oilaning budjetiga real ta'sir qiladi. Ikkinchi guruh eski ish joylari yopilib ketgan pensionerlar. Ko'pchiligimiz bilamiz, avval zavod, shirkat, kolxoz, sovxoz, tikuv fabrikasi, qurilish tresti, avtokorxona, savdo tashkilotlari bo'lgan. Keyin ularning nomi o'zgargan, xususiylashgan yoki butunlay yopilgan. Bunday hollarda ish stajini tasdiqlash qiyinlashadi. Lekin korxona yo'q ekan, demak stajim ham yo'q deb o'ylash noto'g'ri. Ko'p hujjatlar tuman, viloyat yoki idoraviy arxivlarda saqlangan bo'lishi mumkin. Men amaliyotlarda ko'p ko'rganman. Odam 5 yilini yo'q deb yuradi.
keyin arxidan birgina buyruq nusxasi yoki ish haqi vedomosti topiladi va pensiya hisobiga ta'sir qiladi. 3-guruh. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar. Bu yerda alohida e'tibor kerak. Nogironlik guruhi muddati, qayta ko'rik sanasi, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori bilan bog'liq ma'lumotlar o'z vaqtida yangilanmasa, to'lovlarda uzilish bo'lishi mumkin. Masalan, insonning nogironlik muddati 1-iyulda tugagan, qayta ko'rikdan esa 20-iyulda o'tgan bo'lsa, shu oralikda to'lov tartibi savol tug'dirishi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar qayta ko'rik sanasini oldindan bilishi, hujjatlarni tayyorlab qo'yishi, shifokor yo'llanmasini vaqtida olishi kerak. 4-guruh. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Ayniqsa farzandlar o'qishda bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar talaba o'qishdan chetlatilgan, akademik ta'til olgan yoki ta'lim shakli o'zgargan bo'lsa, bu pensiya to'loviga ta'sir qiladi. Ba'zan oila bu o'zgarishni aytmaydi, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi kelishi mumkin. Bu esa odamga og'ir tushadi. 5-guruh bank kartasini almashtirganlar yoki kartasi muddati tugaganlar. Hozir ko'p pensiyalar bank kartasiga tushadi. Karta muddati tugasa, yangi karta ochilsa, rekvizitlar o'zgarsa, bank va pensiya organlari o'rtasidagi ma'lumot yangilanishi kerak. Aks holda pensiya tushmadi deb o'ylaysiz. Aslida pul qaytgan yoki texnik sabab bilan ushlanib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartangiz muddati qachon tugashini tekshirib turing. Ayniqsa yoshi ulug' insonlar kartani farzandlariga berib qo'ygan bo'lsa, SMS xabar ularning telefoniga kelmasa, muammo kech bilinadi. Endi kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, bank kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi muddatli asoslar bo'lmasa, ish stajingiz bo'yicha avval tekshiruvdan o'tgan bo'lsangiz, vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya miqdori va asosiy ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish foydali. Bu xuddi sog'liqni profilaktik ko'rikdan o'tkazishdek gap. Kasal bo'lmasangiz ham tekshiruv zarar qilmaydi. Real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Halima opa 6-8 yoshda pensiyasini har oy kartadan oladi. Karta muddati tugaganini bilmagan. Chunki kartaning ustidagi sana juda mayda yozilgan. Pensiya kuni kelgan, pul tushmagan. Opa pensiyani to'xtatib qo'yishibdi deb qo'rqib ketgan. Aslida esa bank kartasi yangilanishi kerak bo'lgan. Bankka borib karta almashtirilgan, keyin pensiya to'lovi tiklangan. Bu holatda muammo qonunda emas, oddiy bank rekvizitida. Yana bir misol. Rustam aka 20 yil ishlaganman deb o'ylaydi, lekin pensiya tayinlanganda 36 yil hisoblangan. Sababi harbiy xizmat davri va bir muddat boshqa viloyatda ishlagan, yillari hujjatda to'liq ko'rinmagan. U arxivga so'rov berdi, harbiy xizmat guvohnomasi va eski ish joyi bo'yicha ma'lumotni taqdim etdi. Natijada ayrim davrlar qo'shilib pensiyasi oshdi. Bu yerda eng katta xulosa shuki, menga shunday hisoblab berishdi. Demak shunday bo'lar ekan deb qo'l siltab ketmaslik kerak. Hisob kitobni tushunishga haqqingiz bor. Yana bir holat. Saodat opa turmush o'rtog'i vafotidan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha murojaat qilgan. Lekin farzandining o'qishi bo'yicha ma'lumotnomani vaqtida yangilamagan. Keyin to'lov vaqtincha to'xtab qolgan. Opa nega to'xtadi deb borganida kerakli hujjat yetishmayotgani ma'lum bo'lgan. Agar u o'quv yili boshida ma'lumotnomani tayyorlaganida bunday uzilish bo'lmasdi. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya miqdori oshganda ham hammaning qo'liga bir xil qo'shimcha pul tegmaydi. Ko'pchilik pensiyalar oshdi deyildi. Nega menda kamroq oshdi deb savol beradi. Chunki pensiya tarkibi turlicha bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya, ustamaslar, kompensatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar, ayrim imtiyozlar. Qaysi qismi indeksatsiya qilinadi, qaysi qismi alohida tartibda hisoblanadi. Bu umumiy summaga ta'sir qiladi. Shuning uchun ikki qo'shni bir xil yoshda bo'lsa ham, birining pensiyasi boshqasinikidan farq qilishi tabiiy. Chunki ish staji, ish haqi, hujjatlar, toifa va ustamalar bir xil emas. Ikkinchi nozik jihat, ish staji ko'p bo'lsa ham pensiya avtomatik ravishda juda katta bo'lib ketmaydi. Odam 45 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin ish haqi past rasmiylashtirilgan bo'lsa yoki ayrim yillarda hujjat tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya kutilgan darajada bo'lmasligi mumkin. Aksincha, staji kamroq bo'lgan, lekin
Rasmiy ish haqi yuqori bo'lgan odamda hisob boshqacha chiqishi mumkin. Bu adolatsizlikdek tuyulishi mumkin. Lekin pensiya hisobida rasmiy hujjat hal qiluvchi ahamiyatga ega. Uchinchi nozik jihat, og'zaki gap, guvohlarning aytishi, hamma biladi men u yerda ishlaganman degan holat hamma vaqt yetarli bo'lavermaydi. Pensiya organlari hujjatga tayanadi. Albatta ayrim murakkab holatlarda sud orqali faktni belgilash yo'li bo'lishi mumkin, lekin bu alohida jarayon. Shuning uchun iloji boricha arxiv hujjati, buyruq nusxasi, ish haqi qaydnomasi, mehnat daftarchasi yozuvi, shartnoma, ma'lumotnoma kabi dalillarni yig'ish kerak. 4-nozik jihat, chet elga vaqtincha ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa yoki doimiy yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa, pensiya to'lovi tartibiga ta'sir qiladigan holatlar bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda albatta pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki rasmiy manbalardan maslahat olish kerak. Chunki qo'shnim shunday qildi degan maslahat har doim ham sizga to'g'ri kelmaydi. Har bir holatda yashash maqomi, ro'yxat, bank hisobi, shaxsni tasdiqlash masalalari farq qiladi. 5-nozik jihat, ortiqcha to'lov. Bu juda muhim. Ba'zan pensionerga yoki nafaqa oluvchiga ma'lum sabab bilan ortiqcha pul to'lanib qolishi mumkin. Masalan, farzand o'qishni tugatgan, lekin bu haqda vaqtida xabar berilmagan yoki nogironlik guruhi o'zgargan, lekin eski ma'lumot bo'yicha to'lov davom etgan. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish masalasi chiqadi. Shuning uchun men doim aytaman, daromadingizga ta'sir qiladigan o'zgarish bo'lsa, yashirmang. Vaqtida xabar bering. Bu o'zingizni keyingi qarz va tushunmovchilikdan himoya qiladi. 6-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Hozir pensiyangizni oshirib beraman, arizangizni tezlashtiraman. Kartangizga pul tushishi uchun kodni ayting. Telefoningizga kelgan SMS raqamni aytsangiz pensiya ochiladi, deydiganlar uchrashi mumkin. Men aniq aytaman, hech qachon bank kartangiz PIN kodini, SMS kodini, mobil ilova parolini, pasport suratini begona odamga yubormang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali SMS kod so'rash kerak emas. Agar kimdir shunday qilsa, bu katta ehtimol bilan firibgarlik. 7-nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar yoshi kasalligi yoki harakatlanish qiyinligi sabab farzandi yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnomaning muddati, vakolat doirasi va notarial rasmiylashtirilishi to'g'ri bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma muddati tugasa, bank pul bermasligi yoki amaliyot to'xtashi mumkin. Bundan tashqari, pensioner o'z mablag'i ustidan nazoratni yo'qotmasligi kerak. Men ko'p holatlarni ko'rganman. Farzand men olib beraman deb kartani oladi, lekin ota-onaga to'liq bermaydi. Shuning uchun pulingiz bo'yicha SMS xabarni o'z telefoningizga ulatish, imkon bo'lsa har oy tushgan summani bilib turish juda muhim. 8-nozik jihat, yashash manzili o'zgarganda. Agar siz bir tumandan boshqa tumanga ko'chsangiz, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasida o'zgarish bo'lsa, pensiya hujjatlarida ham ma'lumot yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa mahalla, tuman bo'limi, bank filiali bilan bog'liq xizmatlarda eski manzil qolib ketsa, xat xabar sizga yetib bormasligi mumkin. Keyin meni chaqirishmabdi, menga aytishmabdi degan holat yuzaga keladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringizni va tushum sanasini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Har oy qaysi kuni qancha pul tushdi yozing. Agar bir oyda summa kamayib qolsa yoki kechiksa, darhol sababini aniqlaysiz. Bu ayniqsa yoshi katta insonlar uchun juda foydali. Farzandlar ham ota-onasining pensiya tushumini nazorat qilsa, lekin bu nazorat halol va ochiq bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, bank kartangiz muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, Meltakshi 26 deb yozilgan bo'lsa, 2026 yil avgust oyigacha amal qiladi. Muddat yaqinlashsa bank oldindan boring. Pasport yoki ID karta oling. Telefon raqamingiz o'zingizda bo'lsin. Yangi karta ochilganda pensiya tushumi avtomatik davom etadimi yoki yangi rekvizitni pensiya jamg'armasiga bildirish kerakmi? Bankdan aniq so'rang. Noaniq qolsa, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga ham murojaat qiling. 3-qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizda quyidagilar bo'lishi kerak: pasport yoki ID karta, JSH, shir ma'lumoti, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi rekvizitlari, agar bo'lsa nogironlik bo'yicha hujjatlar,
boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, farzandlarning o'qish haqida ma'lumotnomalar, nikoh yoki vafot etganlik guvohnomalari, arxiv ma'lumotlari. Bularni bitta papkaga solib qo'ying. Hujjatning asl nusxasi alohida, nusxalar alohida bo'lsin. 4-qadam. Ish stajingizda shubha bo'lsa, qayta tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiyam tayinlanganda qaysi ish staji davrlari hisobga olingan? Qaysi davrlar hisobga olinmagan? Hisob-kitob bilan tanishmoqchiman deb ayting. Siz o'z pensiya hisobingizni tushunishga haqlisiz. Agar xodim sizga og'zaki tushuntirsa ham, muhim masalalarda yozma ariza berganingiz yaxshi. Arizada familiya, ism otangizning ismi, tug'ilgan sana, manzil, telefon raqami, pensiya turi va so'rovingizni aniq yozing. 5-qadam, arxivga so'rov berishdan qo'rqmang. Agar eski ish joyingiz bo'yicha hujjat kerak bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlaganingizni imkon qadar aniq yozing. Masalan, 1979 yildan 1996 yilgacha Farg'ona viloyati. Qo'qon shahridagi falon tikuv fabrikasida tikuvchi bo'lib ishlaganman. Ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari hamda ish haqi ma'lumotlarini berishingizni so'rayman. Qancha aniq yozsangiz, topish shuncha oson bo'ladi. 6-qadam. Agar nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olsangiz, qayta ko'rik muddatini kalendarga belgilab qo'ying. 1 oy oldin oilangizga ayting, shifokor bilan bog'laning. Kerakli tahlillarni va tibbiy hujjatlarni tayyorlang. Ertaga borarman deb cho'zmaslik kerak. Chunki tibbiy hujjat tayyorlash ham vaqt oladi. 7-qadam. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi farzandning o'qishi bilan bog'liq bo'lsa, har o'quv yili boshida ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma oling. Unda farzandning kunduzgi ta'limda o'qiyotgani, kursi, o'qish muddati ko'rsatilgan bo'lsin. O'qish shakli o'zgarsa, akademik ta'til bo'lsa, o'qish tugasa, bu haqda pensiya organiga vaqtida xabar bering. 8-qadam. Telefon orqali kelgan shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Agar kimdir pensiyangiz oshadi, kartangizni tekshiryapmiz, SMS kodini ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Hech qachon begona havolani bosmang. Ayniqsa Telegram yoki SMS orqali kelgan pulni olish uchun kiring degan linklar xavfli bo'lishi mumkin. 9-qadam. Rasmiy manbalardan foydalaning. Ma'lumotni mahalladan, qo'shnidan, bozordagi gapdan emas. Pensiya jamg'armasi bo'limi, bank, mytok.gov.uz kabi rasmiy xizmatlar yoki ishonchli davlat kanallaridan tekshiring. Agar internetdan foydalanmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang, lekin parollaringizni himoya qiling. 10-qadam. Murakkab holatda yozma murojaat qiling. Og'zaki gaplar unutiladi, noto'g'ri tushuniladi. Yozma ariza esa ro'yxatga olinadi va unga javob berilishi kerak. Ariza yozganda hissiyotga berilmasdan aniq faktlarni yozing. Qachon pensiyaga chiqqansiz, qancha miqdorda olayotgansiz, qaysi davr staji hisobga olinmagan deb o'ylaysiz, qaysi hujjatlar ilova qilinyapti. Arizadan nusxa olib, qabul qilingan sanani belgilatib qo'ying. Men alohida aytmoqchiman, pensionerlar o'z haqini talab qilganda uyalmasligi kerak. Bu yordam so'rash emas, bu qonuniy huquqingizni aniqlashtirish. Siz yillar davomida ishlagansiz, soliq to'lagansiz, jamiyatga hissa qo'shgansiz. Endi sizga tayinlangan pensiya to'g'ri hisoblanishi kerak. Lekin buning uchun hujjatlaringiz tartibli bo'lishi, ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lishi, o'zgarishlar vaqtida bildirilishi zarur. Yana bir amaliy maslahat. Farzandlar ota-onasining pensiya masalasiga befarq bo'lmasin. Ko'pincha ota-onalar hujjat ishidan charchaydi. Telefon orqali kelgan xabarni tushunmaydi. Bank ilovasidan foydalana olmaydi. Farzand sifatida siz oyga bir marta 20 daqiqa vaqt ajratsangiz, katta muammolarning oldini olasiz. Karta muddati, SMS xabarnoma, pensiya tushumi, hujjatlar papkasi, qayta ko'rik sanasi. Arxiv so'rovlari bularni tekshirib qo'yish oilangiz uchun foyda. Bugungi gapning asosiy mazmuni shunday: pensiya masalasida hozir narsasi avtomatik bo'lib ketdi deb beparvo bo'lmang. Elektron tizimlar ko'p qulaylik beradi. Lekin hujjatdagi xato, bank kartasi muddati, stajdagi kamchilik, nogironlik qayta ko'rigi, o'qish ma'lumotnomasi yoki manzil o'zgarish pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Bu gunoh 3 narsani qiling. Pensiya tushumlaringizni tekshiring, kartangiz muddatiga qarang, hujjatlaringizni bitta joyga jamlang. Agar pensiya miqdorida shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib,
hisob kitobni tushuntirib berishlarini so'rang. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. SMS kod va karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozib qoldiring. Sizda pensiya tushumi, qayta hisoblash, ish staji yoki bank kartasi bo'yicha muammo bo'lganmi? Sizning fikringiz boshqa pensionerlarga ham yordam berishi mumkin. Men esa keyingi videolarda pensiyani qayta hisoblatish, arxivdan hujjat olish va firibgarlardan himoyalanish bo'yicha yanada aniqroq tavsiyalar berishda davom etaman.